Islom Karimov qizi Gulnorani kimga bermoqchi bo'lgan 30 yil sir saqlangan haqiqat ochildi. Hozirgi video roligimiz aynan shu haqda. Kanalimizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz obuna bo'lishni va video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov qizi Gulnorani jurnalist Karim Bahriyevga bermoqchi bo'lgan. Buni Bahriyevning o'zi Lolazor podkastidagi suhbati davomida eslab o'tdi. Karim Bahriyev 1962-yilda Samarqand viloyati Urgut tumanida tug'ilgan. Taniqli jurnalist, yozuvchi, tarjimon, sobiq deputat, parlament a'zosi va siyosatchi. Suhbat davomida Karim Bahriyev Islom Karimov bilan bo'lgan uchrashuvlarni eslab o'tdi. Ismat Xushiyevning kitobida shunday gaplar bor. Karim 5 marta Islom Karimov bilan uchrashgan, lekin tafsilotlarni hech kimga aytmaydi. Bir-ikkita detallarni aytganman. Buning nozik taraflari bor. Bir cheti chiqib qolib, gaplar ham tarqatib yuborishdi-ku. Gulnorani olasan degan ekan Islom Karimov deb. Masalan, shunaqa voqea bo'lgan, lekin shuni 30 yilcha hech kimga aytmadim, dedi jurnalist. Ammo sobiq davlat maslahatchisi Mavlon Umurzoqov Karim Bahriyev haqida yozgan maqolasida shu voqeani yodga olgan. Shunga o'xshash turli-tuman gaplar ko'p bo'lgan. U odamning nega menga mehri tushganini bilmayman. Men rad qildim, chunki toshkentlik bir qizga uylanyapman. Islom Abdug'aniyevich dedim, dedi Bahriyev. Islom Karimov qizi Gulnora Karimova universitetni bitirib kelayotganini aytib, unga uylanish haqida gapirgan, ammo Karim Bahriyev boshqa bir qizga uylanayotgani. Sovchilar orasida davlat maslahatchilari Mavlon Umurzoqov, Xayrulla Jo'rayev, o'sha vaqtda devonda konsultant bo'lib ishlagan yozuvchi Abduqahhor Ibrohimov borligini aytgan. Mayli baxtli bo'lgin, men to'yinga borsam, qo'riqchilarim to'yinni xunob qilib tashlaydi deb fotiha berdi. Shu bilan bu gap shu joyda qoldi. 30 yil davomida hech kimga aytmadim, lekin Mavlon Umurzoqovning yozishicha, shundan keyin Islom Karimov uni chaqirib, men seni kadrovik iqtisodchi desam, sen qo'shmachi ham ekansan-ku degan. Shundan keyin Mansur Maqsudiy Erkin Vohidovning qiziga sovchi yuborgan. Shoir qizini Amerikaga O'zbekistondan tashqariga bermasligini aytgan. Keyin ular Gulnora Karimovaga sovchi qo'ygan va to'y bo'lib ketgan. Mansur Maqsudiy amerikalik biznesmen bo'lib, birinchi prezidentning qizi bilan turmush qurgan va 10 yil birga yashagan. Turmushlari buzilgan, unga va ukasiga tegishli bo'lgan O'zbekistondagi barcha mulklari tortib olingan. Ularning Coca-Cola Bottlers O'zbekiston qo'shma korxonasidagi ulushi esa vositachi firma orqali Shveysariyadagi Zeromax kompaniyasiga o'tkazilgan. Gulnora Karimovaga esa 2015-yil 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. 2019-yili esa u koloniyaga o'tkazilgan edi. 2019-yil martda Toshkent shahar sudi hukmi bilan Gulnora Karimovaga 13 yil 4 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangandi. Jazo muddatini 2015-yili 21-avgustdan boshlab hisoblash belgilangan. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang.